Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ota-onamni, yaqinlarimni tug'ilgan kuni, yaxshi kunlarda nima sovg'a qilishni bilmayapman deganlar uchun sizlarga zo'r imkoniyat. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Centrum Holdesga yetib kelganmiz. Iyun oyida ota-onamni, yaqinlarimni umra ziyoratiga borishni niyat qilganman deganlar, mana shu videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, narx-navolari, qaysi kunda, qayerlardan paketlarimiz, turlarimiz bor, xudo olsa video davomida chiroyli qilib ma'lumotini berib o'tamiz. Hoji akamizdan sekin-asta ma'lumotni olaveramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Hoji aka, xudo olsa, ko'pchilik ota-onamni, yaqinlarimni umra ziyoratiga borishni niyat qilganman deganlar, obunachilarimiz ko'p. Bir boshdan chiroyli qilib ma'lumotini berib o'tiramiz. Qaysi kunda, qayerlardan paketlarimiz bor hozirgi kunda? Xo'p, assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bizda hozirgi kunda yangi mavsumlarni ochib olganmiz. Xudo xolasa iyun oyiga qabullar davom etyapti. Xudo xolasa 17-iyun kuni o'tgan videoda aytdik, Namangan, Primoy, Madina reysimiz joylarimiz to'ldi. Xudo xolasa yana keyingi videolarimizda yangi nimalarni ham qo'yamiz. Vodiydan reyslarimizni hozircha 21-iyundan boshlab 30-iyunga qadar Primoy, Toshkent, Jidda reyslarimiz bor. Qabullarda davom etyapmiz. O'zlariga xohlagan sanalarini, o'zlariga yoqqan sanalarini bron qilib, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsa, xudo xolasa bemalol yana ham batafsil ma'lumotlar beramiz. Zo'r. Hozirgi kunda qanday paketlarimiz bor? Necha kunlik bo'ladi hoji aka umra ziyorati? Xo'p, hozirgi kunda Eldorbek iyun oyida faqat standart paketlarimiz bor. Xo'p, iyul oyida 1-iyul kuni komfort paketimiz birinchi reysi, birinchi reysga ulgurmaganlar 8-iyul kunlari ikkinchi komfort paketlarimiz bor. Xudo xolasa standart paketlarimiz xohlovchilar standart paketlarimiz, komfort paketlarimizni qulaylik paketni xohlaganlar uchun iyul oyidan komfort paketlarimizni ham xudo xolasa yo'lga qo'yganmiz. Standart va komfort paketlarimizni nimasida farq qiladi hoji aka? Xo'p, Eldorbek ko'p obunachilarimiz shu narsaga e'tibor berishmaydi, narxi qimmat ekan deyshadi. Standart paketlarimiz bilan komfort paketlarimizni gostinitsa masofalari bilan ozuqatida farq qiladi. Qolgan ziyoratlari, tavoflari, ibodatlari hammasi bir xil bo'ladi. Faqat o'sha gostinitsani yaqin xohlaganlar uchun buni komfort paket deb ataymiz. Masofasida farq qiladi. Masofasida farq qiladi. Mehmona masofalari qanday bo'ladi ikkalasidan hoji aka? Shularni aytib o'tdik. Standart paketimizni Madina Munavvarada 150-200 metrda bo'ladi, markaziyada joylashgan bo'ladi. Xo'p, Makka Mukarramada 1 kilometrdan uzog'i 1,5 kilometrda oralig'ida gostinitsamiz bo'ladi. Albatta 24/7 avtobus xizmatlarimiz ham bo'ladi. Bu standart paketimiz. Xo'p, komfort paketimizniki iyulda boradigan komfort paketimizniki, xo'p, Madina Munavvarada 50 metrda bo'ladi. Makka Mukarramada esa 800 metrda bo'ladi. 800 metrda. Madina Munavvarada ham 3 mahal 3 kun o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Xo'p, standart paketimizda 2 mahal obed ujin 2 kun 2 kecha 3 kunduz standart paketda bo'ladi. Komfort paketda esa 3 mahal xudo xolasa o'zbek milliy taomlar, ya'ni zavtrigi bilan farq qiladi. Qolaversa gostinitsa masofasi bilan farq qiladi. Qolgan ziyoratlari, tavoflari, ibodatlari, hattoki boradigan Qizil dengizlarigacha hammasi qolgani bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Albatta. Zo'r. Xo'sh, 50 bosh xizmati qanday bo'ladi? Misol uchun yo'lboshchi olib borib keladimi yoki bo'lmasa 50 boshi mana shu yerdan birgalikda borib, birgalikda kelishadimi? Albatta, shu oxirgi gapingiz to'g'ri. Aeroportdan boshlab 50 boshlarimiz hamroh qilishadi. 14 kunlik ziyoratlarda Madinada ham, Makkada ham, hattoki ziyoratlarga chiqilganda ham malakali 50 boshlar bilan birgalikda hamrohlikda borib kelishadi. Ya'ni 14 kunda yana xudo xolasa birgalikda o'zlari bilan qaytishadi 50 boshlarimiz. Tushunarli. Demak, ibodatda ham, ziyoratlarda ham birga bo'lishib, birgalikda qaytib kelishadi. Albatta, xudo xolasa siz aziz obunachilaringizga, ya'ni vatandoshlarimizga umra amallarini yana ham mukammallik qilish uchun bu yil jamoamiz bilan juda ham malakali 50 boshlarni xudo xolasa targ'ib qilganmiz, jamoamizga yig'ganmiz. Xudo xolasa o'zlari yana ham umra safarlarida borishganda yana ham guvoh bo'lishadi. Bundan tashqari shifokor xizmati, yosh kattalarimiz uchun aravacha xizmatlari ham bor. Albatta, Madina Munavvarada ham shifokor xizmati bor. Ayollarga ayol shifokorlar, erkaklarimizga erkak shifokorlar, ya'ni hamma xudo xolasa muolajalari bor. O'zlariga zarar, ya'ni o'zlariga taalluqli dori-darmonlarni O'zbekiston aholisi yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, aravacha xizmatlarimiz ham Madinada ham, Makkada ham, gostinitsalamizda aravacha xizmatlarimiz ham bor. Bemalol foydalanib, yana o'sha joyga nima qilib kelinaveradi xudo xolasa. Bundan tashqari, ota-onamni va yaqinlarimni umra ziyoratiga olib borishni niyat qilganman deganlar, ota-onasi va yaqinlari uchun o'z joyini qanday band qilishlari mumkin? O'z joyini quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsa,
Xo'p, 12 ta viloyatga bemalol mana shu qo'ng'iroqlarimiz WhatsApp, Telegram orqali ijtimoiy tarmoqlarimiz ishlab turibdi. Qolaversa, musofirdan kuzatayotgan biz aka-ukalarimiz ham bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qo'shni davlatlardan bizni kuzatib turgan obunachilarimiz ham bor. Bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, WhatsApp, Imo, Telegram orqali bizga qo'ng'iroq qilsa, pasportlarni taqdim qilsa, o'zlariga yoqqan sanalarga xudo xolasa bron qilib beramiz. Narx-navolari qanday chiqyapti endi, hoji aka? Xo'p, narx-navolari Eldorbek siz obunachilaringizga, ya'ni vatandoshlarimizga standart paketlarimizni $1100 qilib beramiz. Ya'ni 21-iyundan boshlab 30-iyunga qarab bo'lgan sanalarimiz $1100 dan bemalol telefon qilishaversin. Xo'p, iyul oyida komfort paketda boruvchilar uchun 1-iyul, ya'ni 8-iyulda boradiganlarimizga $1150 dan oxirgi narxini qilib beramiz. Bemalol telefon qilishaversin, xudo xolasa. Yana keyingi videolarimizga ham, vodiy reyslarimizga ham yana qatdan reyslarimiz qo'yilgan bo'lsa, yana hurmatli obunachilarimizga, vatandoshlarimizga e'lon qilamiz. Undan tashqari, oilaviy boradiganlar uchun, misol uchun 5 kishi, 6 kishi do'stlar bilan boradiganlar uchun chegirmalar qilib beriladi. Albatta, narxidan chegirma qilib beramiz. Xursand bo'lishadi, bemalol telefon qilishaversin. Biz obunachilarga qandaydir bonuslar qilib beramizmi, hoji aka? Albatta, siz obunachilaringizga bugun ulgumadik, xudo xolasa ehrom bonusini qilib beramiz. Ya'ni bizdan ketadigan erkaklarimizga ehromlarimizni bonus qilib beramiz. Ya'ni o'sha $1100 to'lovni ichida o'sha bozorda eng zo'r ehromlardan xudo xolasa erkaklarimizga bonus tariqasida qilib beramiz. O'sha pulini ichida. Chegirma qilib beramiz sizni obunachilaringizga albatta. Xo'sh, adashmasak qo'limizdan kelgancha ma'lumotini berib o'tdik. Hoji aka, to'ldiradigan joyi bormi? Obunachilar misol uchun telefon qiladiganlar, yurtdoshlarimiz qandaydir savollari bo'lsa, bemalol telefon qilishaveradi. 24 ga telefonlarimiz aloqada, bemalol javob beramiz. Xo'sh, adashmasak ma'lumotlarni berib o'tdik. Hoji akamiz telefon raqamlari ekran pastda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib, o'zlaringni qiziqtirgan savollaringga javob olishlari mumkin. Mana shu videoni bittadan like bosib, ota-onamni, yaqinlarimni umra ziyoratiga olib borishni niyat qilganman degan tanishlaringga, gruppalarga jo'natib qo'ysalaring, albatta ko'pchilikka foydali, manfaatli bo'lib qoladi. Hoji aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'linglar, rahmat.